Xo'sh, 28 ta yechim bo'ldi. Assalomu alaykum. Hurmatli o'quvchilar. Mana biz 28 gacha yechim qilgandik, ya'ni 28-fevral 1-smenada tushgan savollarni 28 ta savolni yechim qilgandik. 29 dan bugun davom etamiz. Mana 29 dan to 35 gacha savollar yechim qildik. Bularni birma-bir tushuntiramiz. Xo'p, 29 da ABC uchburchak Degard koordinatalar sistemasiga joylashtirildi. Uchburchak uchlarning koordinatalari, demak 1 3, A nuqtaniki, B niki 5 1, C nuqtaniki 4 4 ga teng bo'lsa, unda AL besiktir esa uzunligini toping debdi. Koordinatalar sistemasi tayyor chizma berilgan ekan. Demak, A ning koordinatalari 1 3, B niki 5 1, C niki 4 4 bo'lyapti. Bu yerda AL kesma uchburchak besiktirisasi bo'lyapti. Bizdan o'sha besiktirisa uzunligini topdik. Yechimda nima qildik? Uchburchakning demak tomonlarini topib oldik. AB tomoni, demak bizga ikkita nuqta berilgan bo'lsa, koordinatalar sistemasida hamda shu ikki nuqta orasidagi masofani topish kerak bo'lsa, biz mos koordinatalari, demak hozir AB ni topmoqchimizmi? B ning koordinati x koordinatasidan A ning x koordinatasini ayirib kvadratga oshiramiz. B ni y koordinatasidan A ning y koordinatasini mos holda ayirib kvadratga oshiramiz. O'z formulasi bor. Demak, hisoblasak AB kesma ildizosi 20 bo'lyapti. BC bilan AC ni ham xuddi shunaqa hisoblab olamiz. Demak, BC da 4 dan 5 ketadi, keyin 4 dan 1 ketadi. Hisoblasak ildizosida 10 bo'lyapti. AC kesma ham xuddi shunaqa hisoblasak ildizosida 10 bo'lib qolyapti. E'tibor bersak, bu yerda teng yo'lli ildizosida 20 bo'lyapti yoki ildizosida 5 deb olsak bo'ladi AB tomonini. BC bilan AC tomonlari bir xil, teng yo'lli. Keyin Pifagorga ham tushadi. Pifagor teoremasiga qo'ysak, kvadratlar yig'indisi aynan mana bu AB ning kvadratiga teng bo'lib qoladi. Shuning teng yo'lli to'g'ri burchakli uchburchak bo'lib qolar ekan. Shuning uchun biz mana bu ildizosi 20 ni qarashda mana C burchakni to'g'ri burchak deb qarasak bo'ladi. Shunda mana bular katitlar bo'lib qoladi. AL kesmani topishimiz kerak endi. Xo'sh, mana bu yerda x dedim. Bu yerda ildizosida 10 minus x desak bo'ladi. Xo'p, bu yerdan x topib olib, mana bu yerdan Pifagor teoremasini qilib, mana y ni gipotenuza qilib topib qo'ysak bo'ladi. Keyin uchburchakning besiktirisasi o'zi tushgan tomonni yon tomonlariga proporsional bo'lgan kesmalarga ajratardi. Qoidasini yozib qo'ydik, formulasini. Demak, L besiktirisa bo'lsa, o'zi demak tushgan tomonni x hamda y kesmalarga ajratadigan bo'lsa, u yon tomonlarga proporsional. Keyin mana bunaqa xossasi bor edi. A ni y ga ko'paytmasi x ni b ga ko'paytmasiga ham teng edi. Mana bundan foydalanamiz. Bu yerda mana besiktirisa bo'lyapti. Ildizosi 20 ni x ga ko'paytmasi, mana bu ildizosi 10 minus x ning ildizosi 10 ga ko'paytmasiga teng bo'ladi. Shu xossa bo'yicha borib, demak biz x ni hisobladik. Mana bu yerda ildizosida 20 minus ildizosida 10 bo'lyapti. X ni topdik. Endi mana bu yerdan Pifagor teoremasini qo'llab x kvadrat plus 10, buni kvadrati y kvadratga tenglashtiramiz. Hamda y topsak mana bu bo'ladi. X o'rniga mana bu yerda ildizosida 20 minus 10 ni hisoblagandik, uni o'rniga olib kelamiz. Xo'p, hisoblasak, demak, ildizosida 40 minus 20 ildizosida 2 bo'lyapti. Bu B javobda bor ekan. Keyin 30-si 30-si demak, muntazam to'rtburchakli piramidaning to'la sirtining yuzi asosining yuzidan 3 marta katta bo'lsa, debdi. To'la sirti asos demak muntazam to'rtburchak bo'lgani uchun kvadrat bo'ladi. Yon tomonlari demak uchburchak. To'la sirtining yuzi asosining yuzidan 3 marta katta bo'lsa. Asos yuzidan demak to'la sirtining yuzasi 3 marta katta ekan, nisbati 3 bo'lyapti. Biz formula orqali ifodalaydik, hozir tushuntiramiz. Yon yog'i bilan asos tekisligi orasidagi burchak tanginisini toping deyapti. Mana bu 4 ta uchburchakli yon yog'i bilan asos tekisligi orasidagi burchakning tanginisi. Mana bu hozir alfa bo'lyapti o'sha. Shu alfani topishimiz kerak. Xo'sh, bu yerda demak yon yog'lari teng yo'lli uchburchaklar bo'lib qoladi. Muntazam piramida deyapti. Asos esa muntazam to'rtburchak, ya'ni kvadrat bo'lib qoladi. Shundan hisoblaydigan bo'lsak, mana bu yerni apofema tushirib olamiz. Apofema demak balandlik vazifasida kelyapti. Mana bu 4 ta qirrasi o'zaro teng bo'ladi.
Shuning uchun mana bu teng yonli 4 ta uchburchak bo'lib qolyapti. Apofema demak balandlik bo'lib qoladi. Shuning uchun balandlik ko'paytirilgan asos taqsim 2 shu bitta yon yog'i, ya'ni uchburchakning yuzini berganligi uchun 4 taga ko'paytirsak, umumiy demak yon yog'ini yuzasini beradi, plus asos yuzasini qo'shsak, to'la sirtini, ya'ni to'la yuzasini beradi. Uni asos yuzasi, asos bu yerda kvadrat bo'lib turibdi. Kvadrat yuzasi a kvadratga bo'lsak, o'sha 3 ga teng bo'lar ekan. Bu yerdan soddalashtirdik. Demak, 4 bilan 2 ni qisqartirdik, a bilan bitta a ni qisqartirib oldik. Natijada mana bu ko'rinishga kelyapti. Mana bu yerda bitta qolgan a ni bu tarafga umumiy makhraj berib o'ryapmiz. Hisoblab kelsak, demak, apofema bilan asosda demak kvadratni tomoni teng bo'lib qolyapti. Endi mana bu bizda kvadrat bo'lganligi uchun, bular teng yonli bo'lgani uchun mana bu yerdan tushirilgan balandligimiz demak kvadratning markaziga tushadi. Mana bunday davom ettiradigan bo'lsak, mana shu bizda a tomoniga tushadi. Bu tomondan ham, bu tomondan ham demak kvadrat markaziga tushadi. Diagonallar kesishgan nuqta. Demak, mana bu yer a taqsim 2 bo'ladi, bu yer ham a taqsim 2 bo'ladi. Endi demak apofema a ga teng bo'lganligi uchun mana bu yerda apofema a ga teng bo'lyapti. Bu yer a, bu yer a taqsim 2 bo'ladi. To'g'ri burchakli uchburchakdan 30 gradus burchak qarshisidagi katet mana bu gipotenuzning yarmiga teng bo'ladi. O'sha bo'yicha mana bu yer 30 gradus chiqib keladi. Unda alfa esa o'shandan 60 gradus. Bizda mana shu yon yog'i bilan asos tekisligi orasidagi burchakning tanginisini toping deganligi uchun tangens 60 gradusda ildizosi 3 ga teng bo'ladi. Buning javobi demak C javob bo'lyapti. Keyingisi 31. Demak A to'plam berilgan ekan. A to'plamda demak elementlari 60 ning natural bo'luvchilari. 60 ning natural bo'luvchilari. B to'plamda elementlari esa 48 ning natural bo'luvchilari. Xo'p, A to'plam bilan B to'plam kesishmasining demak qism to'plamlar sonini toping deyapti. Kesishmasi buni natural bo'luvchilari bilan bu natural bo'luvchilar kesishadigani bularning i kubi bo'ladi. Ya'ni 60 ga ham 48 ga ham bo'linadigan bu yerda son demak mana buni i kubi 12 hisoblanadi. Ya'ni 12 ning natural bo'luvchilari ham 60 ning tarkibida ham 48 ning tarkibida borligi uchun demak bizda A to'plam bilan B to'plam kesishmasi uning 12 ning natural bo'luvchilari hisoblanadi. Yozib chiqadigan bo'lsak 12 natural bo'luvchilar demak 2 1 2 3 4 6 12, ya'ni bu yerda 6 ta elementdan iborat bo'lyapti. Bilamiz, to'plamni qism to'plamlari sonini topish uchun o'sha 2 darajasi n formulasi bor edi. Agar elementlar soni n ta bo'ladigan bo'lsa, 2 darajasi n formuladan hisoblanadi. Hozir bu yerda 6 ta bo'lgani uchun 2 ning 6-chisi hisoblanadi. 64 ta ekan. Bu yerda 64 ta C bo'ladi. C degan javobni olamiz. Xo'p, 32-chisi ehtimollikka doir raqamlar yig'indisi 7 ga teng bo'lgan 3 xonali sonlar qog'ozchalarga yozilgan. Bulardan tanlangan son juft son bo'lish ehtimolligini toping debdi. Raqamlar yig'indisi demak 7 ga teng bo'lish kerak. Shu sonlarda demak biz ichidan ixtiyoriy bittasini tanlaganimizda o'shani juft son bo'lish ehtimolligini toping deyapti. Endi raqamlar yig'indisi bir boshidan hisoblaymiz. Bu yerda 106 eng kichkina, endi biz raqamlar yig'indisi 7 bo'lish kerak, o'sha shart qanoatlanishga 106 dan boshlasak, buning endi joylarini almashtiramiz. 160 bo'lishi mumkin, 601 bo'lishi mumkin, 610 bo'lishi mumkin. 0 ni birinchi qilib yozib bo'lmaydi, shuning uchun bu yerda hozir 4 ta 1 2 3 4 ta raqamlar yig'indisi 7 ga bo'linadigan bor. Keyin 115 bor, raqamlar yig'indisi 7. Bu yerda 151, keyin 511 larni yozsak bo'ladi, ya'ni 3 ta bor. Endi mana bu 2 ta 1 bo'lganligi uchun 3 ta chiqib kelyapti. Mana 4 ta bor edi. Keyin 124. Bular har xil demak sonlar, har xil raqamlar hisoblanadi. Bu yerdan 6 ta hosil qilsak bo'ladi. 124, 142, 214, 241, 412, 421. 6 tani hosil qilsak bo'lar ekan. Bularda 4 ta chiqishining sababi 0 borligi, 0 ni birinchi xona yozib bo'lmaydi. Bunda 3 ta chiqishining sababi 2 ta bir xil raqam bor o'shaning uchun. Demak, 133 da ham 3 ta bo'ladi, chunki mana bu yerda hozir aytdik, 3 ta bo'ldi, bunda ham 3 ta chiqib keladi. 205, bunda 4 ta bo'ladi, mana bu yerda 4 ta bo'ladi. Bu yerda ham 4 ta bo'ladi. Keyin 223 ta olsak bo'lar ekan.
ya'ni raqamlarimiz 7 dan beradi. Nimaga bu o'rtada tashlab ketilyapti? Misol uchun bo'lishi mumkin, mana 124 bo'lsa, mana bu yerdan keyin 142 ni olsak bo'lardi desak bo'lar. Mana bu yerda hisoblayapmiz. 142 ni hisoblab ketyapmiz. O'shaning uchun tashlab ketyapmiz. Asta-sekin o'sib boryapti, lekin biz o'rtada tashlab ketayotgan sonlarimiz bu yoqda hisoblab oldik. Shuning uchun ularni tashlab ketyapmiz. 205 dan demak 4 ta ekan, 223 dan 3 ta. Demak, mana bu ikkita bir qatnashganda 3 ta bo'lganda, bunda ham 3 ta bo'ladi. Keyingi sonimiz 304 bo'lar ekan. 304 da ham bitta 0 borligi uchun bunda ham 4 ta bo'ladi. Mana bu yerda 4 ta chiqqani, bu yerda ham 4 ta bo'ladi. Hamda oxirgisi mana bitta 700 bor. Raqamlar yig'indisi 7 bo'ladi buniki. Jami hisoblasak, mana bu yerda 4 ta, demak bu yerda 3 ta, 7 bo'lyapti, bu yer 6 bo'lyapti. Demak 13 ta bo'ladi. 16 ta, 20 ta, demak 23, 27, 28 ta. Jami bu yerda 28 ta. Demak, ehtimollikning klassik ta'rifiga ko'ra, mana bu yerdagi n barcha teng hodisalar hisoblanadi. Bu yerda biz 28 ta raqamlar yig'indisi 7 ga teng bo'ladigan 28 ta son bor. Ular oladigan bo'lsak, biz 28 taning ixtiyoriy bittasi chiqib qolishi mumkin. Bu yerda hammasi teng hodisa. Ularning chiqish ehtimmolligi o'sha teng hisoblanadi. Hammasi bir xil teng imkoniyatga ega. Bu m o'sha bizda qulaylik tug'diruvchi hodisalar soni hisoblanadi. Bizda hozir aytayapti, demak juft son chiqish ehtimolligini toping deyapti. O'sha juft son chiqish ehtimolligini, juft son chiqish hodisasi a desak, o'sha a hodisaning ehtimolligi m taqsim n dan hisoblanadi. Bu yerda demak endi 28 ta dedik, chunki mana bu yerda raqamlar yig'indisi 7 ga teng bo'lgan 28 ta son bor ekan. Endi o'sha a hodisa amalga oshishi uchun qulaylik tug'diruvchi imkoniyatlar soni m deb hisoblaymiz. Bu yerda juft son topmoqchimiz. 106 bor, aylanaga olganmiz. 106, 160, 610. Bu yerda 3 ta bor. Demak, bu yerda hammasi raqamlar toq bo'lgancha yo'q bu yerda. Mana bu yerda 124, 142, 214, 412 bor. Bu yerda demak 4 ta bor ekan. Bu yerda ham raqamlar toq son bo'lgancha bu yerda juft son yo'q. Bu yerda ham yo'q. Yo'q, bor ekan. 250, 502 hamda 520 3 ta bor. Uni oldik. Keyin mana bu yerda 232, 322 2 ta bor. Keyin 304 ta 4 ta bor. Mana bu yerda 4 ta bor edi. Bu yerda ham xuddi shunaqa, mana bu bilan bir xil. Mana e'tibor bersak, qidirsak xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni uzr, adashib ketdim. Mana bu yerda demak 3 ta bo'lsa, bunda ham 3 ta bo'ladi. Shuni yozdik. Unda 700 da bitta bo'ladi. Bu ham juft son. Bular qo'shib chiqargan bo'lsak 16 chiqib keladi. Ya'ni raqamlar yig'indisi 7, keyin juft son. Oxiri juft raqam bilan tugaydi. Bular 16 ta ekan. Endi formulaga qo'yadigan bo'lsak 16 taqsim 28 bo'ladi. Bundan 4 ga qisqartirib olsak 4 taqsim 7. Demak, bu yerda juft son chiqish ehtimolligi 4 taqsim 7 ga, ya'ni D javob bo'lyapti. Keyingi savolimiz demak 33-35-savollar. Bu yerda rasmda konus ichiga eng katta hajmli silindr ichki chizilgan debdi. Silindr berilibdi, ichiga konus berilgan, ichiga silindr ichki chizilibdi. Demak, bu eng katta hajmli ekan. Savollar berilgan. 33 silindr asosining radiusini konus asosi radiusiga nisbatini toping deyapti. 34 da silindr balandligini konus balandligiga nisbatini toping deyapti. 35 da silindr hajmini konus hajmiga nisbatini toping deyapti. Ana endi biz eng katta hajmli deyapti. Eng katta, eng kichkina qiymat deganda ko'pincha hosila bilan ishlanadi. Bunaqa savollar hosila mavzusida ham bilsak, funksiyaning eng katta qiymati yoki eng kichkina qiymati bo'lganda, demak hosila bilan ishimizni bitkazamiz. Bu yerda ham demak hosilani olmoqchimiz. Uning uchun eng katta hajmli silindr debdi. Silindr hajmini topish formulasi mana bu. Biz nima qilib oldik? Bu yerda o'xshashlikdan foydalanmoqchimiz. Mana bu silindr asosi katta R bo'lsin. Katta, mana konusning asosi katta R bo'lsin, silindrning asos radiusi esa kichkina R bo'lsin.
Natijada mana bir katta r minus kichkina r bo'ladi. Mana bu kichkina h esa silindrning balandligi, katta h sifatida konusning balandligini olaylik. Mana bu shunda katta h ayrilgan kichkina h bo'ladi. Bu yerdan o'xshashlikdan boramiz. To'g'ri burchak uchburchaklar bor. Mana bu katta, mana bu yerda to'g'ri burchakli uchburchaklar bor. Biz nima qildik? Mana bu to'g'ri burchakli uchburchak bilan katta to'g'ri burchakli uchburchak o'xshashlikdan foydalandik. Mana buning nisbati katta asos radiusiga, keyin mana buning nisbati mana kichkina h ning katta konusning balandligiga nisbatini oldik. Bu yerdan biz kichkina h topib oladigan bo'lsak, mana bu ko'rinishga keladi. Uni olib borib, mana h ni o'rniga olib borsak, bu ko'rinishga kelyapti. Demak, ichiga ko'paytirib, soddalashtirib chiqsak, mana bu ko'rinishga kelyapti. Ya'ni bizda silindr hajmini uni radiusiga bog'liqligi. Qolgan mana bu pi katta hashlar konusning balandligi, katta radius konusning radiusi mana shular o'zgarmas sonlar, ya'ni kattaliklar deb qarasak bo'ladi. Chunki bizlarda eng katta hajmga ega bo'lgan silindr deyapti, qolganlari demak o'zgarmas sifatda olamiz. Hosiladan foydalanamiz. Demak, silindrning hajmini hosil olamiz. Radius bo'yicha hosil olib 0 ga tenglashtiramiz. Mana bundan hosil olsak, demak 2 oldinga tushadi, 2 pi r h bo'ladi. Bundan hosil olsak 3 oldinga tushadi. Mana ko'rinishda bo'ladi. Hammasidan umumiy ko'paytuvchi, demak ichki mana kichkina radiusdan bitta olib chiqsak bo'lar ekan. Pi ko'paytirilgan katta hdan ham bitta olib chiqib olsak bo'ladi. O'rtada natijada qaus ichida mana bu qolib ketyapti. Demak 0 ga tenglashtirdik. Bizda eng katta hajmda ekanligi uchun biz mana o'rtadagi qausni 0 ga tenglashtirib hisoblasak, mana bu ko'rinishga kelib qoladi. Bizda 33 ning shartida silindr asosining radiusini konus asosi radiusiga nisbatan toping deyapti. Mana shu yerda mana silindr asosi radiusini konus asosiga radiusiga nisbati 2/3 chiqib kelgan. 33 ta yechimi, ya'ni javobi B javob bo'lyapti. 34 da endi topadigan bo'lsak, silindr balandligini konus balandligiga nisbatini toping degan. Mana bu nisbat bor. Biz boshida mana bu yerda kichkina h ni katta h ga nisbat deganmiz. Aynan shu nisbat so'ralyapti bizdan. Mana buni o'rniga olib borib qo'yamiz. Mana bu kichkina radiusni katta radius orqali ifodalab. Nima qildik? Mana da hisob kitobi bor. Demak, katta radius kichkina radius o'rniga, demak, mana bu yerdan ifodalab oladigan bo'lsak, ikkita katta radius taqsim 3 bo'ladi mana. Taqsim radius bo'lyapti. Bu yerdan bu 1/3 radius bo'ladi. Bu radiuslar qisqarib ketsa 1/3 chiqib keladi. Demak, silindr balandligini konus balandligiga nisbati 1/3 ekan. Bu A javobda turibdi. 34 ni ham ishladik. 35. Silindr hajmini konus hajmiga nisbatini toping deyapti. Silindr hajmi demak asos yuzani mana pi r kvadratni balandligi ko'paytirsak hajmini beradi. Konus hajmi esa 1/3 asos yuza, keyin balandlik. Buni hisoblaymiz. Pilar qisqarib ketadi. Keyin mana 1/3 tepaga yuqoriga bo'lib borib chiqib chiqarsak, mana bularni bitta qavsga olib yozadigan bo'lsak, bu ko'rinishga keladi, balandliklar nisbati. Endi mana bu 2/3 bo'lgani uchun kvadrati 4/9 bo'ladi. Balandliklar nisbati esa 1/3 uni olib kelamiz. Hisoblasak 4/9 chiqyapti. Demak, 35-savol silindr hajmi konus hajmiga nisbati 4/9 bo'lar ekan. Javobi E javob bo'lyapti.